Tirnoqlaringiz umumiy sog'lig'ingiz haqida muhim ma'lumotlar berishi mumkin. Tirnoqning kutikulasidan uchigacha bo'lgan tik chiziqlar odatda qarish jarayonining tabiiy qismi hisoblanadi. Biroq boshqa o'zgarishlar organizmdagi muammolarni ko'rsatishi mumkin. Biz quyidagi 6 ta tirnoq o'zgarishiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Tirnoqlardagi chuqurchalar psoriaz kasalligining belgisi bo'lishi mumkin. Nog'ora barmoqlar tirnoqlar past kislorod darajasi tufayli barmoqlar ustini qoplab oladi, bu esa o'pka kasalliklari belgisi bo'lishi mumkin. Choyqosh shaklidagi tirnoqlar temir yetishmovchiligi anemiyasi yoki jigar kasalliklarini ko'rsatishi mumkin. Bu chizig'i gorizontal izlar, oldingi jarohat yoki infeksiya natijasi bo'lishi mumkin. Tirnoqlarning ko'chishi, jarohat yoki dori-darmon ta'siridan kelib chiqishi mumkin. Sariq tirnoqlar, zamburug'lar yoki boshqa kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Agar tirnoqlaringizda shunga o'xshash o'zgarishlarni sezsangiz, shifokor bilan maslahatlashishni tavsiya etamiz. Med 36 uchun siz bilan doktor Said Kanilovich.